Bizdan aksar klientlarimiz so'rashadi, kraskani qo'yadimi yoki qo'ymadimi, sesiydimi, sesmadimi deb so'rashadi. Aksar holatlarda. Bu обычный sipib yurgan, o'sha qo'yadigan klientlarimizda shikoyatlar tushadigan kraskamiz. O'ng tomondagi, chap tomondagi buyurtma asosida keltirilgan, chet davlatdan keltirilgan, qo'ymaydigan garantiyali kraskamiz. Shuni xudo xolasa hozir yoqib, ikkalasini ham yoqib eksperiment qilib ko'ramiz. Siz videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, do'stingizga jo'natib qo'ying. Biz hozir yoqib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, ko'rdinglar, kraskani qay holatdaligini va buni qay holatdaligini ko'rdinglar. Kommentga yoqdi yoki yoqmadi deb yozib qo'yasizlar. Hozir kamerani tonni har tomondan olib ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi pechkamizning ahvoli shunaqa bo'lib ketadi. Uch bo'lgan buni. Bu yon tomoni. Yon tomoni ham juda qulay holatda bo'lib ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha birinchi qo'yib ketgan pechkamiz. Bu pechkamiz mana hali ham yonishda davom etmoqda. Cho'g' bo'lib yonibdi. Cho'g'i. Ko'rishingiz mumkin. Qo'ymagan, faqat mana shu yeri bu ham qo'ymagan. Faqat sal chalaroq, to'g'risiga biz kraskachi emasmiz. Birinchi safar sepishimiz. Sal chalaroq sepimiz sheylarga. Mana yoni ko'rinishi. Mana bu tomoni ko'rinishi. Mana bu tomoni ham umuman qo'ymagan. Bu tomonda ham umuman qo'yishlik yo'q. O'sha sal ozgina, sal chalaroq sepganmiz. Bir silo sepganmiz xolos buni. Ko'rishingiz mumkin. Bunda ham umuman qo'yishlik holati yo'q. Umuman. Mana yon tomoni.